Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli bekajonlar, sog' salomatmisiz? Charchamay yuribsizmi? Bugun sizlar bilan kalanxoya gulini mana ko'rib turganingizdek qanday parvarish qilish kerakligi haqida gaplashamiz. Kalanxoya gulimiz mahalliy tilda buni kiyik shoxi ham deyishar ekan. Yana boshqa dumaloq barglari borlari ham bor. U qo'shq gul deyishar ekan. Biz kalanxoya gulimni ekkanimga, mana shu tuvakka o'tkazganimga ancha paytlar bo'ldi. 5-6 oy desa ham bo'ladi. Lekin biron marta ham ochilmadi, ko'rib turganingizdek. Endi shuni mana juda ko'tarilib ketgan, sal qisqartirib chelinka qilmoqchiman. Sizlarni maslahatlaring bilan albatta. Agar noto'g'ri qilsam, noto'g'ri qildingiz deb kommentariyada yozinglar. Bunga hozir men biogomuz olib keltirgandim. Shu gulchilardan biogomuz oldim. Shunga endi ko'chadan, ayoratdan mana bunaqa qum olib keldim. Qum aralashtiraman. Teppa-teng qilib aralashtirish kerak. Hammasini aralashtirib olsam ham bo'laveradi. Mana shunday qilib yaxshilab aralashtiramiz. Mana bu yerda geran gulim, agar ko'rinayotgan bo'lsa, geran gulim shunaqa ochilib turibdi. Buni ham chelinka qilish kerak menimcha, lekin chelinka qilishga gullar ochilganicha hech ham ko'zim qiymayapti. Shundoqqina o'zini tagidagi qumi bilan, mana qanday grunti bilan boshqa tuvakka o'tkazib qo'ymoqchiman. Navbat bilan uni ham ko'rsataman. Endi hozir biz kalanxoya gulimizni chelinka qilamiz. Sizlarga yaxshi ko'rinish uchun shu yerga qo'yib olaman. Sentralniy joy bo'lib qoldi. Mana endi buni mana shu yerdan kessam menimcha bo'ladi. Mana. Endi bunisini kesib olaman. Mana bu yonidagi barga tushib ketgan edi. Shunaqana tiqib qo'ygandim, mana ko'karyapti. Hali tomir oldimi yo'qmi bilmayman. Lekin yana biroz tursa, balki tomirlar keyinroq ko'ramiz. Bunisini sal teparoqdan kesaman ekan. Mana kesdim. Mana endi bu o'zi yonlaridan shoxlab chekkalariga ko'payib ketaveradi. Endi buni bu gulimizni chelinka qilib oldik. Barglarini olib tashlaymiz yonidagilarini. Menimcha endi ochilsa kerak. Yana bilmadim. Qani ko'ramiz. Bunga endi hozir mana bu tuvagimizni bo'shatib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek geran gulim. Geran. Buni shundog'icha hozir qilqay desam hech ham ko'zim qiymayapti. Juda ham unchalari ham ko'p. Qarang, shunday chiroyli turibdi. Endi buni shundoq tagidagi qumi bilan ovalaman. Birinchi bunga tuvagimizga, mana o'tkazadigan tuvagimizga gruntimizni solib olamiz. Toshlar tashlasak ham bo'laveradi buni ortiga. Kim birovlarning qo'lida gullar yaxshi amal olmaydi deyishadi. Men o'stira olmayapman, yaxshi bo'lmadi meniki deyishadi, lekin men o'tkazgan gullarim amal olib ketaveradi. Xudo xohlasa bular ham amal oladi. Men sizlarga yana ko'rsataman. Mana endi buni tuvakka o'tkazib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek tomirlari manalarga o'tib ketgan. O'zini tanasini qo'yib olmay turibdi. Kattaroq tuvakka o'tkazsak, albatta katta
sakrashib boraveradi. Mana shunday o'tkazsam gullari ochilib bo'lgandan keyin sal tomirlari joylashib o'ziga kelib olgandan keyin bularni ham cherinka qilib boshqa tuvakchalarga ham o'tkazaman. Nami ozroq kam, ozgina suv quyib qo'yamiz. Mana bu gulimiz bo'ldi endi o'rtoqlar. Yaxshi joylashdi. Ko'rib turganingizdek, endi suvni quyib qo'yamiz. Endi kalanxoya gulimizni, ya'ni kiyik shoxi gulimizni cherinkasini o'tkazib qo'yamiz. Bunga hech qanday nima kerak emas. Shunday qilib o'tkazib qo'ysak bo'ldi. Bu bittasiga bitta bo'lar ekan, bu katta ekan. Mana. Azizlarim. Olib tashladim. Videolarning davomida sizlarga buni albatta ko'rsatib boraman, qanday bo'lyapti. Agar noto'g'ri qilayotgan bo'lsam, albatta maslahatlaringizni bering. Men gulchi emasman, lekin gullar o'stirishni yaxshi ko'raman. Ana buni ham o'tkazib oldik. Endi bunga ham suv quyib qo'yamiz. Mana ikkinchi shoxini ham endi mana shu tuvagimizga o'tkazib qo'ya turamiz. Yana ko'ramiz. Endi bu kichikroq tuvakka o'tkazsam bo'lardi. Kichikroq tuvagim yo'q ekan. Hozircha shundan ko'payib ketsa ketaveradi. Katta bo'lib ketsa ham joylashib ketaveradi. O'zi tanasi suvdan iborat bo'lgani uchun unchalik ham suvni xohlamas ekan. Lekin geranlar tez-tez suv xohlab turadi. Juda ko'p quymayman. Endi bularga ozgina sprey qilib qo'yaman. Sprey qiladiganim ham yo'q, qo'lim bilan chochib qo'yaman. Bo'laveradi. Ana. Ozgina-ozginadan suv quyib qo'yamiz. Mana bu gulimiz menimcha juda ham yaxshi o'rnashdi. Qo'lim bilan sepib qo'yaman endi bularga. Bo'ladi. Tokchasida o'stiryapman. Bu yerga ertalabda oftob tushadi, keyin sekin o'tib ketadi. Oldi ayvon uyimizni. Ayvondan sekin o'tib ketaveradi. Salqinlashib boradi. Yozga ham juda salqin xonam. Bez konditsioner ham o'zi salqin. Endigi navbat mana begoniya bilan mana bu geran gulim qoldi. Endi men sizlarga aytib o'tishim kerak edi, qanaqa suv qo'yaman. 5 litrlik suvga nimadir olib kelib berishuvdi, qizlar esimdan chiqdi. Yanagi videomda albatta aytib o'tib ketaman. Men 5 litrlik suvga tayyorlab qo'yganman. O'shandan quyib turaman. Azizlarim, mana gullarimizni joylashtirib, suv ham berib qo'ydik ozroq-ozroqdan. Sprey qilmasakda qo'lim bilan chachib qo'ydim. Mana ko'rib turganingizdek, bular qilingan, cherinka qilingan gullar. Mana bunisi ham xuddi shunaqa. Bunisi endi
onasi bo'ldi bu. Buni endi o'z joyida qoldirdim. Bu yangi tiqib qo'yganim ham o'z joyida turaversin. Mana bu endi keyin gullarini to'kib bo'lgandan keyin kesib tashlayman. Agar oshiqcha nimalari bo'lsa, chirinka qilamiz, yana ko'ramiz. Shuning bilan azizlarim, bugungi video roligimni tugataman. Agar video roligim sizlarga yoqqan bo'lsa, sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling. Allohga omonatsiz. Yanagi video roliklar orqali uchrashguncha xayr azizlarim.